2 xonali uy sotilyapti. Qaranglar. Kalt har doim o'zimizda bo'ladi. Faqat kelishdan oldin telefon qilib kelsanglar bo'ldi. 2 xonali uy 8 etajli, 7-etajda studio formatda sotilyapti. Mana bu zal bo'ladi. Divanli zona, stul, kreslo, kravat hammasi bor, hammasi qoladi. Shundoq kiyim-kechak bilan kelasiz, yashaysiz. Mana buni qaranglar, stolni shkaflar qatgacha qilingan, patologgacha qilingan. Mebel, sifatli mebellardan qo'yilgan. Eshiklar, sifatli eshik, выключательlar mana qaranglar. Tak, mana kirib kelamiz, vanna tualet bitta joyda joylashadi. Tualet bo'lyapti, dush bo'lyapti, kir yuvish mashinasi 7 kilo yaxshisidan qo'yilgan artellar. Mana bunaqasi tak, tualet vannadan spalniga o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Bu yoqdan koridordan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Zal bo'lyapti, vanna tualet bo'lyapti, spalni bunaqasi kirsak ham bo'ladi. Vanna tualetdan kirib borsak ham bo'ladi. Oshxona bo'ladi, kuxonniy mebel, bu ham patologgacha qilingan, vichkalar yaxshisidan ishlatilgan. Tak, ulanmagan ekan. Tak, qaranglar, bu yerda yana bitta kuxonniy mebel bor. Tashqariga qaragan oynasi bor, radiator bor. To'pli pol qilingan joylar ham bor, radiator qo'yilgan joylar ham bor. Duxspalli kravat, mebel qaranglar, sifatlisidan qo'yilgan. Bu yerda yana tashqariga qaragan oyna, mana bu garderob shkaf. Uyimiz 46 kvadrat metrli, hozir aytaman. Aniq ma'lumot, aniq lokatsiya Telegram kanalida o'sha joylangan 46 kvadrat metrli. Ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Boshlang'ich narxi 73 ming, ozgina kami bor, joyida gaplashamiz. Bu yerda bizda balkon, mana radiator. Ko'rasizlar? Xolodilnik qoladi, balkon. Balkonni ham obshipka qilib o'ralgan. Qo'shnimizda misol uchun ochuv turibdi, mana ochuv, pastda ochuv. Bu obshipka qilgan, akvariumdan obshipka qilib chiroyli o'ralgan. Duh kontrolli kotyol bor, ataplash, to'pli pol bor. Qisqasi kirib yashashga tayyor qilingan. Kiyim-kechak bilan kirib yashaysiz. Yosh oilaga, mana deganlarga yaxshi taklifimiz. Bu uyni sotib olib, arendaga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, kamida $500 bemalol uyalmasdan, tortinmasdan qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'yishga yordam ham beramiz. Uyimizni boshlang'ich narxi 73 ming, kami bor, joyida gaplashamiz, pastda telefon nomerlar bor. Telefon qilaverasizlar. Mabodoga Telegram kanalimda mana ko'rinyapti sizga. Rasmi, lokatsiyasi, kvadratlari hammasi yozilgan bo'ladi. Sizlar bilan martli rakmal olib qo'ysangiz sizlardan chiqmasin, xizmatlar bizga aytaverasizlar. Uyini sotayotgan uy egalari, uyini arendaga topshirayotgan uy egalari telefon qilaveringlar, hamkorlikda ishlayveramiz.